Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aka-ukalarim, yaxshimisizlar? Tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana sizlarga ish bor, yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari aka-ukalarim. Kanalimni ko'rayotgan bo'lsangiz, обязательно подписка, like bosib yoramiz aka-ukalarim. Boshlaymiz. Mana videosini qo'ydim. Bizga plaramshik kerak. Plaramshik 90 ming so'mdan 105 minggacha. Разный рабочий kerak. Разный рабочий 90 mingdan 105 minggacha. Karachi kerak. Karachi 3,5 mingdan boshlanadi, 105 ming. Yaxshi ishlab ketsangiz yana ko'taradi. Svarchilik kerak. Elektrod bilan ishlaydigan объемda bitovkaga karkas taxlaydi. 8 rubldan 950 ming rublgacha har bir donasi. Bitovka sabirat qiladigan kerak. Bitovka sabirat qiladigan 8200 rubldan boshlanadi. 20 ming rublgacha bu har bitta bitovka. Bitovchilarning oyligi 120 mingdan 250 ming, 300 minggacha oladiganlar bor. Bitovka sabirat qilish har bir donasi u ham объемda, svarchilik ishlar ham объемda, elektrod bilan shug'ullanayotganlar ham 800 rubl, 900 rubl, 1000 rublgacha bitta karkas. Pol avtomatga ishlayotganlar ham объемda, ular ham 150 ming rublgacha oladi. Pol avtomatga kravat, agrozini vart qilinadi aka-ukalarim. Ishxonalar ishonarli, bemalol mana rahbar nomerini qo'yaman. Prямо rahbarni o'ziga telefon qilasiz. Посредник yo'q aka-ukalarim. Rahbarni o'zi bilan bo'ylanasiz. Qanaqa mutaxassissiz? Svarchikmisiz, bitovchikmisiz, разный рабочийmi, plaramshikmi, karachimi, farqi yo'q. Bemalol qolgan ma'lumotlarni prямо o'zidan olib gaplashaverasizlar aka-ukalarim. Ishxonalar ishonarli, ofitsialniy ishxona, трудовой договор bilan oladi. Oyiga 2 marta avans tushadi, 20-chislagacha oylikni beradi. Avanslar kartaga tushadi, oylik наличие beriladi aka-ukalarim. Adresimiz Podmoskva, Sholkiyskiy rayon, деревня Bogoslova. O'zbekistondan keladigan bo'lsa agar, O'zbekiston keladigan barcha hujjatlarga, patentiga, registratsiyasiga, hamma hujjatlarga yordam beradi. Keyin oylikdan qaytariladi. Moskva, Podmoskva territoriyasidan bo'lsa agar, patenti Podmoskva bo'lsa, hamma hujjatlari bo'lsa, bemalol telefon qilasiz, kelaverasiz aka-ukalarim. Tanijonlari sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Faqat bitta like, podpiskani bosamiz, obuna bo'lib qolamiz. Sizlar uchun yangi videolar chiqarishdan biz davom etaveramiz aka-ukalarim. Tanijonlari sog' bo'lsin.